Hammaga salom qabiladoshlar. Bu o'sha Robloxdagi trend bo'lgan klaviatura o'yini. Ishonasizlarmi yo'qmi? Men bu o'yinni birinchi marta o'ynashim. To'g'risini aytaman, men bu o'yinda botman. Hozir kim menga o'xshab bot bo'lsa agar, hozir birga o'ynab, o'rganib olamiz. Tak, birinchi bizlar mana bunaqa klaviaturalar ko'p joyda paydo bo'lamiz va ishonasizlarmi yo'qmi, bu o'yin menga yoqadi. Ovozlarni qaranglar, anti-stress. Menda ham xuddi shunaqa klaviatura. Hozir ko'rsaman, rasm mana bu yerda chiqadi, qaranglar. Mana qabiladoshlar, xuddi menikidek klaviatura. Bu yoqda ovozlari ham xuddi menikidek. Xuddi shunaqa menga o'xshagan klaviatura va bu menga juda ham yoqadi. O'zim ham atayda shunaqa klaviatura olganman, chunki bu anti-stress. Bu yoqda adashib hozir men shift bosyapman, tez yuguradim deb. Bu o'yinda bizlar shift bosmaymiz. Bu o'yinda bizlar tezligimizni yig'ish kerak. Tak. Meni bilishimcha bizlar shunchaki hozir yugursak agar, mana bunaqa qilib bizlar tezligimiz oshadi. Menda hozir 3-o'rin bo'lishi, tak, 3-o'rin bo'lsa agar mana buyoqda qanaqadir begovaya дорожка bor ekan. Begovaya дорожка. Nimaga men begovaya дорожкаga yugura olmayapman? Nimaga men begovaya дорожкаga yugura olmayapman? Tak, tushunarli. Bu begovaya дорожкаga yugura olmaymiz. Bu yerda esa bu yerda ham yugura olmaymiz. Tushunmadim. Danatlimi? Mana bu yoqdachi? Bu yoqda yugurib shunday siz masalan qaranglar. Meni bilishimcha hozir bu yerda biz ham shunday avtomatik qoldirib ketsak bo'ladi. O'zimiz ishimizga ham choy ichib, bu yoqda o'zimizni o'rvinimiz avtomatik tarzda kuchli bo'ladi. Xohlasak agar o'yinga qaytsak agar mana bunday qilib tez yursak bo'ladi. Tez emas, endi prosta shunday yugurib yursak bo'ladi va bu yerda ham prosta yugurganimiz uchun bizlarning tezligimiz oshadi. Menda hozir 3-daraja. Qani men o'ta olamanmi? O'ta olmay ekanim, mayli. Qani yana bir marta sinab ko'ramiz. Meni hozir shunaqa narsa qilishim kerakki, mana bu joylardan bemalol o'tishim kerak. Tak, necha darajadan o'ta olaman? Birinchidan o'tdim, ikkinchida уже tiqilib qolyapman. Demak, bizda yo bizlar hozir mana shunday aylanib yurishimiz kerak yoki begovaya дорожкада chiqib olib, menga ikkinchi variant ma'qulroq. Shuning uchun men hozir tezligimni oshirishni boshlayman. Qani 10 minutdan keyin qaytamiz, nechinchi o'ringa kirganini ko'ramiz. A few moments later. Diqqat qabiladoshlar. Men juda ham ko'p yugurdim va 11-darajaga yetdim. Endi qaranglar, tezligim ancha ochib qoldi. Xo'sh, ariqlardan endi o'ta olamizmi, yo'qmi? Qani ketdik. Ovozlar anti-stress. Davay. Men ko'zimni yumib o'taman. Oxirgisiga kelib o'ta olmay qoldim. Tak, demak, bu yerda sakrash mumkin. Bu yerda sakrash mumkin ekan-ku. Voy malloh. Shuncha vaqtdan beri bu yerda sakrash mumkin ekan, men sakrash borligini bilmagan ekanim. Voy, to'xtanglar. Demak, sakrash bor bo'lsa, bizning ishimiz ancha osonroq bo'ladi. Bu yerda yana begovaya дорожка bor ekan. Bu yerda ham to'xtab, anchagina tezlikni oshirsak bo'ladi. Kelinglar, hozir birdaniga 12-level qilib olamiz, 12-daraja qilib olamiz va nimaga orqaga qaytardi? Tushunmadim, shuncha qilgan mehnatim bu yerda hozir meni orqaga qaytarib qo'ydi. Bilmagan ekanim. Kim hozir bu videoni ko'rayotgan bo'lsa, birinchi marta o'tayotgan bo'lsa, mana u sariq narsani hech kim bosmasin. Bossalaring agar sizlarni orqaga qaytarib qo'ygan. Endi bizlar uncha uzoqqa ketganimiz yo'q, shuning uchun davay. Har ehtimolga qarshi yana bir marta tushib ko'ramiz va rostdan ham bu orqaga qaytayotgan narsa ekan. Nima foydasi bor bu narsani men bilmadim-ku, lekin menga yoqmadi. Xo'sh, davay, bundayroq qilamiz. Qani ketdik endi. Tak, ariqlardan tez sakrab ketamiz hozir. Biz yangi darajaga chiqdik va bu yerda kattakon balerina cappuccino. Tezligimni qaranglar do'stlar. Hozir agar men 3-darajada bo'lganda boshidagidek meni umuman ushlay olmasdi, lekin bu yerda hozir men easy prosta o'tib ketamiz. Xo'sh, bu win degan narsa nima uchun kerak men bilmadim-ku, lekin foydali narsaga o'xshayapti. Shu uchun men bu narsani olmayman, olaman dedim, lekin yo'q, ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun biz shunchaki mana bu yerda o'tamiz va yana bir marta o'tamiz. Iltimos hech narsa kelmasin. Kelmadi. Yaxshi. Kelinglar, levelimizni oshirib olamiz yana ozgina. Blin, juda ham ko'p vaqt ketdi ekan. Mayli, shu o'tib ketamiz. Xo'sh, sakrab o'tib keta olamanmi, yo'qmi? Qani, oppa, easy. Do'stlar, va nihoyat biz kerakli darajada tezlikka erishdik. Blin. Xullas, men nima demoqchiman? Kim bu o'yinni oxirigacha o'tgan bo'lsa, spoiler qilib oldindan oxirigacha yozib qo'yinglar, nima bo'ladi oxirida, qanday o'tish kerak. Men bu birinchi videoda, birinchi qismida balkim oxirigacha o'ta olmasligim mumkindir. Lekin kim biladi, hozir bizlar juda ham ko'p narsaga erishdik. Uje bemalol hamma narsani o'tayotgan bo'lib qoldik. Mana bunaqa ariqchalardan balerina cappuccino ham bizlarga uje ta'sir qilmayapti. Shuning uchun
balkim birinchi seriyasidayoq o'tib ketishimiz mumkin. Lekin har ehtimolga qarshi bilgan yaxshi. Shuning uchun kim o'tgan bo'lsa bu o'yinni Robloxda yozib qo'ysin kommentariyaga. Iltimos ulgurasan, to'xtamaslik kerak. Eng asosiysi bu o'yinda to'xtamaslik kerak. Faqat oldinga только ehson. Xuddi boya o'tgan joylardan yana bir marta o'tamiz va mana bu 20 ta win degan. Bu narsa bekorga qo'yilmaydi. Men o'ylashimcha bu rostdan ham kerak narsa. Men keraksiz narsa deb o'yladim, bu rostdan ham kerakli narsaga o'xshaydi. Lekin nima uchun ishlatilishini men hali ham ahmoq o'xshab bilmadim. Shunchaki bosamiz, orqaga qaytamiz va mana bizda o'zi уже 22 ta bo'ldi. 22 ta nimagadir demak ishlatilsa bo'ladi. Xo'sh, olib qo'ydik har kimga qarshi. Endi bizlarga yana shu bu joydan o'tib oxirigacha borish muammo emas. Shuning uchun o'tamiz va yana o'sha joyga borib qolamiz. Ha, ko'prik. Va nihoyat biz o'sha ko'prik bilan ko'rishdik. Davay tezroq o'tishimiz kerak. Iltimos. Ozgina tezlik yetmay qoldi. Demak, bu menga vizit tashlayapti do'stlar. Bu menga vizit tashlayapti. Demak, men hozir 18-urovingdaman. Demak, menga hozir kamida 25-uroving kerak bu ko'prikdan o'tish uchun. Shuning uchun biz yana ayollarimizni qo'limizga olamizda shug'ullanishni boshlaymiz. Qani ketdi. Va nihoyat do'stlar, men 25-urovingga yetdim. Endi qaranglar, men nima qila olaman? Qaranglar, men nimaga qoldiman? Prosta shunchaki boya sakrab o'tgan aralarimni yugurib o'tib ketaman. Unaqa balerino, cappuccino'laring ham menga endi ta'sir qilmaydi. Lekin yapishtirishha, lekin bor-ku, lekin boshqatdan, lekin balerino, cappuccino farqi yo'q. Hamma narsadan o'tib ketamiz. Ikkinchi dublligini hech kim bilmaydigan umiddaman. Montajyor kesib yuborasiz buni, haymi? Xo'sh, ko'prik, assalomu alaykum. Endi inaynikini ko'rsaman. Davay, tezroq. Ozgina. O'tsa bo'ladi do'stlar. A few moments later. Nihoyat. Ulgurdik. Biz buni uddaladik. Onasini yemsa shunchalik ham qiyin. Qanaqadir tsunami. Bu qanaqa tsunami? Farqi yo'q. Tsunami emasmi? Eng asosiysi biz ko'prikdan o'tdik va shu eng muhimi. Hozir qanaqadir teleport degan narsa bor ekan. Bu qanaqa teleport? Tushunarli. Bu teleport oddiygina teleport qanaqadir, prosta teleport. Besplatno qanaqadir. Tushunmadim. Hech tushunmadim. Qanaqadir возрождение degan narsa bor. Okey. Возрождение degan narsa bor. Tak. Endi magazin, skorost. Men o'zimga qanaqadir narsa sota olaman bu. Qolgan hamma narsa Robloxga ekan, Robloxlarga. Demak bu o'yin rostdan ham o'ylaganimday hardcore ekan. Juda ham qiyin bo'ladi men o'ylaganimdan ham. Men o'yladim qanaqadir checkpointlarda tiriltirsa bo'ladi deb. Yo'q, bo'lmaykan. Demak, o'z kuchimiz bilan o'tamiz. Qani ketdik bo'lmasa, qabiladoshlar. Oddiy matematikada bu. Bu oddiy shunchaki matematika. Bu yerda hamma narsani hisob-kitob hal qiladi. Mana bunaqa shkalat o'tdimi, to'xtamasdan tez yugurish kerak bo'ldi bu. Hamma narsa hisob-kitob hal qiladi. Bu oddiy matematika do'stlar. Bu oson, bu easy. Boya aytganday shunchaki matematika. Men tushunmadim nimaga teleport bo'ldi hozir. Zato 27-darajaga yetdik. Mayli. Hozir nimaga teleport bo'ldi tushunmadim-ku, lekin endi 2 barobar kuchli bo'lib hozir boramiz. Qani ketdik. Demak, to'lqin o'tib ketadi, biz yuramiz. To'lqin o'tib ketadi, biz uni orqasidan yuguramiz. Shunchaki yuguramiz va buni kalla kompyuter o'rtoqlar, kalla kompyuter. To'lqinni qaranglar. Va nihoyat. Tak, endi undan ham qiyin. Shokoladli plitkalar, to'xtanglar. Shokoladli plitkalar juda ham tez yopiladi. Mayli, okey. To'xtamasdan, asta-asta, shoshilma Najim. Najim shoshilma dedim-ku. Bizda yangi anavi. Bizda yangi dushman do'stlar, bu shokoladli plitkalar. Endi mening maqsadim shokoladli plitkalardan o'tib ketish. Demak, nima qilish kerak o'tib ketish uchun? Undan ham tez bo'lish kerak. Mayli. Men yanada ko'proq mashq qilaman. Yanada ko'proq shug'ullanaman do'stlar. 10 daqiqadan keyin sizlar bilan ko'rishamiz. Qabiladoshlar, bizlar 30-urovingga yaqinlashib qoldik va qaranglar. Men mana bunaqa sovrinlar nima uchunligini endi bildim. Bu yoqda o'zimizga mana bunaqa iz sotib olsak bo'ladi. Yashil iz, havorang iz, fioletoviy iz va 30-uroving bizlarda bor uje. Xullas, bizlarga ozginagina sovrinlar yetmayapti. Agar yetarlicha sovrinlar olsam agar, men o'zimga mana shulardan bironta iz sotib olaman. Va nihoyat yana o'sha ko'prik. Qani o'ta olamizmi, yo'qmi? Menimcha o'ta olaman.
Sal kechroq boshladim-da, o'taydim hozir, sal kechroq boshlab qo'ydim. Menda hozir g'oya bor, bunday qilamiz. Biz vaqt qo'ylashimiz kerak. Sal yetarli darajada yaqinroq devorga o'tirib olamiz. Devorlar ochilganidan yugurishimiz kerak. Yetarli darajada devorga yopish oldik. Iltimos, gapirgim ham kelmayapti. Chegida qoldi. Demak do'stlar, nima qilish kerak bilasizlarmi? Va prosta shug'ullanish kerak bo'ldi. Bir pasdan keyin ko'rishamiz. Ha do'stlar, hozir jiddiy jimlik bo'ladi chunki meni ashaddiy dushmanlarimdan biri mana bunaqa devorlarga o'tishimiz kerak. Nihoyat biz buni uddaladik. Boya aytganimdek hech qanaqa nima deydi, tezlik kerak emas, bu yerda chistay matematika kerak. Endi ozginagina 1 soatgina vaqtim ketdi-yu, hech qisi yo'q, mayli. Endi o'tishimiz kerak bo'lgan narsa bu qanaqadir shokoladniy tornadomi, bilmadim, shokoladniy vulqon. Nimaligini tushunmadim, xolos. Davay, tezroq, iltimos. Tezroq. Tushunarli. Biz yana kuchayishimiz kerak. Vaqti yaxshi, juda ham yaxshi. Nihoyat do'stlar, men shuncha vaqtdan beri bekor o'tirganim yo'q, shug'ullanib, men o'zimga ozgina mana bunaqa mukofot sovrinlar yig'dim. Qanday aytishga bilmayman. Endi men o'zimga mana bunaqa qilib nima sotib olsam bo'ladi? Bu yerda men o'zimga hozir yashil iz sotib olsam bo'ladi. Do'stlar, mana bunaqa chiroyli yashil izimiz bor endi bizlarda. Nima desa bo'ladi? Yaxshi o'zgarish bor. Do'stlar, shug'ullanib men yana qayerdandir yana 500 ta pul yig'dim, tanga yig'dim va men yangi bosqichga o'tishga tayyorman. Qaranglar, juda ham tezligim to'layapti. Kelinglar, 50 darajaga yetamiz va o'tishga harakat qilamiz. Okey. Bunaqa narsalarga endi men vaqtimni ham ajratmayman. Prosta shunday o'tib ketamiz. Mayli, mana bu devor ozgina yaqinlashib qoldi-yu, ochilgandan keyin qaranglar. Boshida qanday qiynaldim bu devorga o'tishda, endi qaranglar. Yopilib bo'lmagandaycha, iltimos tezroq. Shoshilmanglar do'stlar, Hayotda shoshilmanglar, iltimos, mayli, tezroq, faqat tezroq. Men shoshib turibman. Muhtasham, qadri baland, qadri yo'q. Ha do'stlar. Diqqat, bizda yana yangi bosqich. Bu yerda sakrab o'tamanmi, yo'qmi? Hozir ko'ramiz. Qani, ozginagina tezlik olamiz va jichcha yetmaykan. Demak, nima qilamiz? Yana shug'ullanishni boshlaymiz. Ayrim juda ham tepa joylardan, masalan, mana bunaqa joylardan easy sakrab o'tayotgan bo'lganman. Mana ko'prik, o'sha boya qo'rqib yotgan tsunamim. Devorlar yopiladi va devorlardan easy o'tib ketamiz. Devorlar deyarli menga muammo qilmaydi. Bitta minus menda. Qaranglar, mana bunaqa checkpoint уже olaman desam agar menga nimagadir hech narsa bermayapti. Boya beryapti. Shuni deb hozir men kuchayganim yo'q. Nimaga bermayapti? Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Kommentariyada yozib yuboringlar. Xullas, keling sinab ko'ramiz yana. Ozgina qolibdi. Yana ozgina shug'ullanaman. 51-urovень bo'lishimizga ozgina qoldi. Yomon ham ozgina qoldi. Hozir bo'laman. Ozgina. Va nihoyat 51-urovень. Tezligimni qaranglar, tezlik nima deyapti do'stlar? Tezlik. Biz yangi bosqichga o'tdik va nihoyat do'stlar, mana 6-chi shakka o'tdik. Shak bu nima? Shak ekan. Va qaranglar, 150 plus beryapti. Bizlarga 150 plus beryapti va tezligimiz ham ancha oshdi. Yo-mayo. Bu joylar qaranglar. Boshida qanchalik qiynaluvdim, endi prosta easy do'stlar. To'xtab ham o'tirmayman. Okey. Mana devor ochishni kutamiz va easy o'tib ketamiz. Tak, suv. Vobshe to'xtaganim yo'q. 1 minut ham vaqt olgan yo'q. Hoppa, mana boya aytganimdek, faqat mana shunga yetmay qoldik. Bu oson bo'ladi, chunki men boyagina yangi bosqichni ochdim. Bunday qilamiz. Mana bu yerda to'xtanglar. Mana qani to'xtanglar. Mana begovaya doroshkani olamiz va shug'ullanishni boshlaymiz do'stlar. Buni qaranglar. Shunchaki tezlikda o'tib ketamiz. Ozgina razgon olamiz.
shunchaki tezlik do'stlar, bu hech narsa emas, bu shunchaki oddiygina tezlik. Voy! Yetmay qoldi. Ozgina tiqilib qoldim teksturaga, hech qisi yo'q. Hozir yana qaytib o'tamiz. Ozginagina razgon. Ozginagina razgon va hammasi yaxshi bo'ladi. Mana bu teksturalarda ozgina odam tiqilib qolar ekan-ku, hech qisi yo'q. Ko'zlarimga ishonmayman. Ko'zlarimga ishonmayman. Qanaqadir ayiq, bu qanaqadir ayiq boss. Bu meni ushlay olmaydi. Desam ushlay ol ekan. Qanaqadir ayiq bossga duch keldik va bu ayiq boss bizlarni bemalol easy ushlay oldi. Demak, bundan ham tezlashishimiz kerak. Hali qayerga o'sishga joy bor qisqasi. Tak. Tezlik bilan yetib boramiz. Tezlik bilan. Eng asosiysi boyagidek teksturaga tiqilib qolmaslik. Boyagidek teksturaga tiqilib qolsa agar yomon bo'ladi, juda ham yomon bo'ladi. Bu yoqdan o'tyapmiz, bu yoqdan o'tyapmiz. Yaxshi. Easy. Mana ayiqni ko'ryapman. O'sha ayiqni ko'ryapman do'stlar, o'sha ayiqni ko'ryapman. Ozginagina tezlashib olamiz hozir. Birorta odam yo'qmi? Iltimos bu ayiqdan qutulish uchun. Mana. Tushunmadim. Nimaga ayiq uni orqasidan quvalamadi, meni orqamdan quvaladi? Men tushunmadim. Men shuni tushunmadim. Menga shuni tushuntirib beringlar, iltimos. Qani, boshqatdan. Balki bizga yetarlicha darasga yetishmayotgandir. Nimaga bu ayiq uni quvaladi, meni quvalamadi? Men tushunmadim. Juda ham tez. Qanaqasiga bu ayiq unaqa tez bo'lishi mumkin? La, mayli. Okey. Ayiq polvon. Endi o'zingdan ko'rasan. Diqqat. Men yana o'sha ayiqni oldidaman. Nima qilsa bo'ladi deb o'ylaysizlar bu yoqda? Biroq kishini kutishimiz kerak yana. Kimdir kelsin iltimos. Iltimos qilaman, kimdir kelsin. Kutamiz. Lekin juda tezman. Lekin nimagadir ayiq asta yursa ham meni ushlab olyapti. Nimaga? Men tushunmadim. Xullas, kimdir keladimi, yo'qmi? Mardlaring bormi? Mard kishi bormi? Xullas do'stlar, men kutyapman anchadan beri hali hech kim kelgani yo'q. Demak, oxirgi urinish do'stlar. Oxirgi urinish qani? 1, 2, 3 ketdi. Yo. Bu ayiqni shunchalik osonlikcha ushlab bo'lmaydi. Xullas do'stlar, mana shu qismida videoni tugatamiz. Agar ikkinchi qismini xohlasalaring, agar shu ayiqni o'tishimni xohlasalaring, videoga like bosinglar. Men ungacha hali yana shug'ullanib turaman. Men juda ham tez bo'laman, sizlarga va'da beraman. Keyingi qismida meni tanimaysizlar, chunki men bu o'yinda eng tezi bo'laman. Shuning uchun videoga like bosinglar. Hammaga xayr, ko'rishguncha.